Zapis. Bugun demak, soddaroq qilib aytganda, saytimizning mustaqil ish bo'yicha saytlarni mavzularini bergandim. O'sha tayyorlanadigan saytimizning skeletini desak bo'ladi. Skeletini tayyorlashni ko'rib o'tamiz. Masalan, bu yerda misolda ko'rsatilgan, masalan, maktab sayti uchun tayyorlangan, masalan, wireframe deymiz yoki sxema desak ham bo'ladi. Sxemasi desak ham bo'ladi. Sxemasini ko'rishlaringiz mumkin. Va mana shunday, masalan, bu yerda ana rasmlar, ana bu yerda masalan rasm bo'ladi. Bu yerda sarlavha qanaqadir bo'ladi. 22-mi, 42-chi maktab yoki bir nima bo'lishi mumkin. Ana bu yerda masalan matn, ana bu yerda tugma bo'ladi. Sarlavhalar, ana bu yerda rasmlar, matnlar, ana bu yerda masalan logotip, navigatsiya bo'limi va shunga o'xshaganlardan tashkil topgan. Bu endi nimani bildiryapti? Bu yerda masalan ranglarga e'tibor bersalaringiz, ranglarga, masalan shriftlarni kattalik, kichiklarga ko'p e'tibor bermasdan, animatsiyalarga, rasmlarga e'tibor bermasdan, eng asosiy joylashuvi, ketma-ketlik joylashuv, pozitsiyalash, ana shularga e'tibor beradigan sxemasini saytimizni tayyorlab beryapti bu. Shuni qanday tayyorlashni bugun ko'rib o'tamiz. Nimaligi, nima uchun kerak, nima foyda afzalliklari bor va qanday sizlar ham tuzib olishlaringiz mumkinligini ko'rib o'tamiz. Masalan, yana bitta misol, ana bu yerda masalan logotip ana bu yerda bo'lib, navigatsiya bo'limida masalan 4 ta nimamiz bor. Ana bu yerda sarlavha, matn, knopka, masalan ana bu yerda kartochka deymiz, kartochkalar, ana bu yerda footer qismi, xuddi shunaqalarni qanday tayyorlasa bo'ladi, nima uchun kerak? Shunga o'xshagan savollarga bugun ko'rib o'tamiz. Demak, boshdan boshlasak, wireframe deb nomlanadi. Endi inglizcha nomi wireframe deb nomlanadi. Foydalanish yoki sxema nimasi desak bo'ladi. O'shandan qanday foydalanish, asosiy qoidalarini ko'rib o'tamiz. Bu yerda ham xuddi o'shanga o'xshagan bitta misol ko'rsatib o'tilgan. O'zi nima bu? Bu loyihaning tuzilishi va mazmunni tasvirlaydigan kam detalli sxema bo'ladi. Aytib o'tgandek, mahsulotning barcha asosiy elementlari qanday joylashishini ko'rsatadi. Navigatsiya bor bu yerda, kartochkalar, matn bloklar, rasmlar va tugmalar qanday joylashishini demak ko'rsatar ekan. Dizaynda wireframe tayyorlanishi kerak bo'lgan mahsulotning axborot arxitekturasining skeleti bo'lib, uning barcha muhim elementlarini umumlashtirilgan shaklda o'z ichiga oladi. Demak, hamma elementlar demak shuni ichiga olar ekan, umumlashgan ko'rinishda bo'ladi. Xo'sh, maqsadi umumiy ko'rinishni ko'rsatishdir. Sxema yoki xo'sh, umumiy qanday bo'linishini ko'rsatib turadi. Demak, 2 yoki 3 rangda, odatda kulrang, qora va oq rangda bo'ladi. Demak, faqat asosiy ana shu 3 ta rang bo'lar ekan. Kulrang, oq va qora ekan, bo'lar ekan. Xo'p. Bo'linadi, ikkita turga bo'linadi. Kam detalli va yuqori detalliga kiradi. Masalan, bu hozir ko'rganimiz kam detalli, ya'ni matnlar hozir yozilmagan, masalan. Ana bu yerda ikonkalar qo'yilmagan. Kam detalli bizga misolga kirishi mumkin ekan. Endi detalliga qarab, xo'sh, 6 ta elementni o'z ichiga oladi. Navigatsiya, header, footer, qadamlar, masalan, no'nshoqlar ham deb nomlanadi. Endi bu qaysi sahifalarga kirganligini ko'rsatib turadigan bo'lim bo'ladi. Qo'ysalar ham bo'ladi. Endi vaziyatga qarab ishlatmasalar ham bo'lishi mumkin. Bu masalan misol, bu nimamizda ko'rishimiz mumkin hozir. Qayerda bor bizga no'nshoqlar? Mana bu yerda. Mana bu yerda Teams'da bor. Masalan, asosiy qismning ichidagi dars jadvalida hozir men kirib o'tiribman, dars jadvalini ko'rib turibman. Ana bu masalan qismi, saytning qismi no'nshoqlari yoki qadamlar deb nomlanadi, yoki xlebniy kroshki deymiz ruschaga. Demak, bu endi qaysi qadamdan keyin qaysi kelgani, masalan, qaysi sahifadan keyin qaysiga o'tganimni bildiradigan bir bo'lim desak bo'ladi. Ana yana bir qaysigadir o'tsam hozir endi kirish qiyin aytgancha bu nimalari.
O'shalar masalan ana bu yerda ham ana bu dokkadan keyin HTMLga o'tgan masalan. Shularni ko'rsatib turadigan bizga demak xlebные крошки deb nomlanadi. Demak header footer. Header footerni bilasizlarmi? Ishlatib ko'rganlar nimalar bormi? Header footer qismlari. Qayerda bu yerda? Ha. Juda oddiy bu yerda. Aslida header qismi ana bu tepa qismi. Ana bu yerda chiqib turgan tepa qismi header deb nomlanadi. Ko'pincha navigatsiya shu yerda joylashgan bo'ladi. Logotip bo'ladi. Menyu bo'ladi. Ana bu yerda menyusi ana bu headerning ichida hozir ko'rinib turibdi. Ana shular header deb nomlanadi. Keyin shapka deymiz. Saytimiz shapkasi desak ham bo'ladi. Mhm. Eshitilmayapti. Uzr. Ha, bu safar qiluvdikmi? Yo'q, kursida biza o'zimizda. Bo'sh qazma mavzu. Qanda. Ha, qiluvdinglarmi? Ha, ha, ha. Ustoz tushuntiravering baribir mustahkamlashimiz ham kerak. U nima emas. Ha, sizlar qaysi nimadan qiluvdinglar? Qanday qiluvdinglar bir? Qani aytib beringlar qani. O'shanga ulab ketardi. Kursida shapka tepadagi menyularni chiqarib bizdan aytyapsizmi? Deb dasturlashda kursida bizga o'rgandik, qiluvdik sizlarda. HTML CSS'dami? Ha. Ha, ha yaxshi unda. Demak, bilar ekansizlar, ha? Bu endi header qismi bu HTML CSS'da sizlar nimasini desam bo'ladi endi. Dasturlashni ko'rgansizlar-da, front-end qismini ko'rgansizlar to'g'ri. Endi bu endi dizaynni qanday yaratishni ko'ramiz sizlar bilan. Endi o'sha header footerlarni dizaynini qanday qilib chizish kerak, qanday joylashtirish kerak masalan. Keyin u front-endchilar keyin o'sha kodini yozadi. Biza qanday bo'lishini birozda ko'rsatamiz. Tushunarli? Footer qismi pastki qism. Mana bu yerda masalan qanaqadir informatsiya berilib o'tiladi. Buni ham bilishlaringiz kerak menimcha. Bu endi ko'pincha logotip, telefon nomer bir-birilar bo'lib pastda bo'ladi. Xo'p. Mana shunday nima qilib joylashtiriladi endi. Xo'p. Qadamlar nimalarni ko'rdik. Keyingi bo'lim masalan bu sarlavhalar va matn maydonlari. Ko'pincha bunday sarlavhalar va matnlar desak bo'ladi. Bunday masalan tayyorlangan nimalarda sarlavhalarni qo'yib ketishlari ham mumkin. Masalan matnlar yoki matnlarning o'rnida ko'pincha qayerda misol bor edi? Matnlar ana bu yerda masalan misolda matnlar kiritilgan, sarlavhalar masalan kiritilgan. Xuddi shunday tayyorlashlaringiz ham mumkin. Yoki yana bu wireframe men tayyorlagandek bilan o'sha matnning o'rniga to'rtburchakchalar joylashtirib ketsalaringiz ham bo'ladi. Bu endi kam detallashtirilgan sxema deyishimiz mumkin. O'sha uchun masalan matnlar ko'p nima qilib qo'yilmagan, kiritilmagan. Qo'yib ketsalaringiz ham bo'ladi sizlarning mustaqil ishlaringizda kerakli nimasida. Keyin vazifani bajarishingiz kerak. O'shanga masalan sarlavhaga ana bu yerda qarorroq qilib rangini to'qroq qo'yapmiz va pastdagilarida o'sha masalan matnning o'rnida to'rtburchakcha qo'yib ketyapmiz. Bu oddiy hozir amaliyotda ko'ramiz buni qanaqa joylashtirishni. Xo'p, demonstratsiyaga qaytsak. Tugmalarni ko'pincha o'sha to'rtburchakcha qo'yib ketamiz, kulrang qilib. Iloji boricha lekin uni endi ko'proq to'qroq qilib qo'yish kerak. Bu endi tugmaga ko'pincha e'tibor tortish kerak. O'sha uchun to'qroq qilamiz. Kartochkalar shular ichida elementlar, masalan, matn va tugmalar bo'lishi mumkin ekan. Rasm va illyustratsiyalar. Xo'sh, illyustratsiya va rasmlarning o'rniga to'ldiruvchilar joylashtiriladi. Ya'ni rasmdan foydalanmaymiz deyapmiz. Tushunarli? Endi tayyorlayotgan keyingi vazifalaringizda demak rasm qo'shib o'tirmanglar, rasm bo'lmaydi. Faqat ana bunday ikonga qo'yishlaringiz mumkin. Qoida bo'yicha ikonga qo'ysa bo'ladi. Faqat uni ham o'sha ranglarda, kulranglarda bo'lgan ikonkalarni qo'shib qo'yish mumkin. Rasmning o'rniga ana shu ikonka qo'yamiz. Keyingi o'sha nimalarda
qadamimizda уже masalan ana bu yerda rasm bo'lishi kerak. Rasmlarni qo'yamiz, matnlarni yozib chiqamiz, keyin knopkalarga rang beramiz. Bu sahifasini уже ko'rinishini keyingi nimalarda уже ko'proq e'tibor berib tayyorlayveramiz. Hozirda endi shunday bo'lishi kerak. Endi ko'proq pozitsiyalash, joylashuvga ko'proq e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Demak, ikonkalar sxema yoki kulrang kvadratlar ko'rinishida joylashtirishimiz mumkin ekan. Ana bu yerda ham xuddi shunday misol, masalan, wireframe yoki saytning sxemasi tayyorlangan. Bu yerda ham rasmni o'rniga masalan xcha qo'yib ketilgan. Rasmlarning o'rnida ikonkalar qo'yib chiqilgan. Ana bu yerda masalan ikonka joylashtirilgan, matn qo'yilgan. Mana shunday tayyorlashimiz, shunga o'xshatib tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Nimalarga yordam beradi? Demak, bizga axborot arxitekturasi qurishga yordam beradi. Ya'ni joylashuv, pozitsiyalash deganimiz. Mahsulot mantig'ini ishlab chiqish va asosiy foydalanuvchi yo'llarini tekshirish. Masalan, sotib olayotganda qaysi sahifalarga kiradi, o'shalarni ko'rib chiqsa bo'ladi. Sahifalar orasidagi navigatsiyani tayyorlash va optimallashtirish. Qaysidan keyin qaysiga o'tiladi, masalan, prototiplar yaratishni ko'rsak bo'ladi, o'shalarni ketma-ketligini ana bu yerda ko'rsak, wireframe'da tayyorlanadi. Demak, jamoa foydalanuvchilar va mijozlar fikr mulohazalarini olish. Ya'ni birinchi birlamchi tekstni boshlab yuborsak bo'ladi. Testimizni test qilib, masalan, agar kerak bo'lsa o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mahsulotni ishlab chiqishda vaqtni tejash. Ya'ni ancha vaqtimizni ham tejaydi. Umumiy ko'rinishni tayyorlab olib, keyin ularni masalan rasmlarni va elementlarni, animatsiyalarni qo'shib chiqish osonroq bo'ladi. O'shanda bizga vaqt ham ancha tejalar ekan. Bu yerda misollar masalan xuddi shunga o'xshagan masalan tayyorlangan wireframe shu afzalliklari bizga vaqtimiz ko'proq masalan aniq ko'rsatib, foydalanuvchi qadamlarini yaxshilashga yordam beradi. Demak, mahsulotning imkoniyatlari, demak, vizual rasm yoki animatsiyalar, ranglar qo'shmaganimiz uchun bizga ko'proq funksionallik va imkoniyatlarga ko'proq e'tibor berishimizga yordam berar ekan. Xo'sh, onlayn xizmatlar yordamida tezda yig'ish mumkin. Buni endi qo'lga chizishimiz ham mumkin, lekin masalan onlayn xizmatlar endi platformalarimiz Figmaga o'xshagan saytlarda, demak, foydalanib tezroq tayyorlashimiz mumkin bu sxemani. Fikr mulohazalarni olish, buni aytib o'tdim, tayyorlash uchun kam vaqt va moliyaviy xarajatlar ketar ekan. Demak, bir kamchiliklari bu. Demak, mijozlarga ozgina tushunarsiz bo'lishi mumkin. Zakazchikimiz masalan tushuntirish ishlarini olib borishimiz kerak bo'ladi. Masalan, birdaniga tushunmay qolishi mumkin. Shunga e'tiborroq beramiz. Keyin ko'proq o'zgartirish kiritilsa, demak, bu yerda muammo bo'lishi mumkin. O'sha uchun boshida yaratib, wireframe'ni yaratib, iloji boricha kamroq o'zgartirishlar kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni cho'zilib ketmasligi uchun proyektimiz. Umumiy qoidalar bor. Qisqagina qoidalarni ko'rib o'taylik. Demak, loyihaning boshlanishida boshlash kerak bo'ladi. Ya'ni loyihamiz boshlagandan, demak, analizlarimizni qilgandan keyin o'sha biza wireframe'ni tayyorlashga o'tishimiz kerak. Qaysi sahifalar bo'lishini bilamiz va qanday masalan elementlar bo'ladi, qanday joylashadi, masalan o'shalarni, qanday bloklar bo'ladi, wireframe'da tayyorlab boshlashimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, struktura birinchi o'ringa qo'yish. Masalan, matnlarga, masalan, rasmlarga, ranglarga e'tiborni bermaymiz. Yana bir marta takrorlayman. Asosiysi bizga kerak bo'ladi. Struktura, joylashuv, pozitsiyalash, ketma-ketlik qanday to'g'ri ketyapti, masalan, o'shalarni ko'proq e'tibor beramiz. Masalan, bo'sh joylarni qanday joylashtirib chiqish, pozitsiyalashda ko'proq bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu yerda masalan biz keladimi, yo'qmi? Tushunish kerak bo'ladi. Agar xatoliklar bo'lsa, o'zgartirishimiz kerak bo'lar ekan.
maksimal darajada soddalashtirish. Soddaroq bo'lishi kerak, ya'ni o'sha hozir ikkinchi qoidamizga o'xshab matnlarni уже kiritib, ikonkalar qo'yib chiqib, unaqa qilmasligimiz kerak. Iloji boricha sodda, tez tayyorlashimiz kerak bo'ladi. O'shanga ko'proq joylashuviga e'tibor berishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, shaffoflik darajasi, fotosurat, demak, e, tugma ranglari, illyustratsiya stillari bunaqalarga e'tibor bermasligimiz kerak ekan. Tezroq tayyorlashimiz kerak chunki izchillikka rioya qilish. Bu endi takrorlanish desak ham bo'ladi. Takrorlanish prinsipiga bo'yicha, qoidasi bo'yicha, ya'ni masalan bir xil pozitsiyalashni ko'rayotgan bo'lsak, masalan bir xil pozitsiyalashda bo'lishi kerak. Masalan, bitta nima tayyorlagan bo'lsak, bitta sayt uchun ikkita masalan sahifa tayyorladikmi? O'sha masalan bu endi alohida boshqa proyekt sahifa uchun, lekin agar unday qilish mumkin emas. Masalan, bitta sayt uchun shunday ikkita sahifa tayyorlangan bo'lsa, masalan, mana bu yerda shapka qismini ko'ryapmiz. Mana bu yerda logotiп, navigatsiya bo'limi, masalan, mana bu yerda profil. Bu yerda esa e'tibor bersak, ikkinchi sahifa deb olsak agar, logotip mana bu yerda, navigatsiya boshqacha, уже masalan profil уже yo'q. Demak, mana bunday bo'lmaslik kerak. Ya'ni stillari bir xil bo'lishi kerak. Masalan, mana bu header shunday tayyorlandi, keyingi sahifalarda ham header shunday bo'lishi kerak va xuddi shunday footer qismi ham shunga o'xshab, masalan, bir xil stilda bo'lishi kerak. Ana bu yerda masalan boshqacha, bu yerda masalan boshqacha tayyorlanyapti. Bunday bo'lmaslik kerak. Bir xil stilda bo'lishi kerak. Mana bu yerda masalan sarlavhalar, har bir blokning sarlavhasi teparoqqa chiqarilgan. Bu yerda sarlavha masalan o'sha kiritilmagan, nima qilinmagan, masalan unchalik e'tibor berilmagan. Bunday bo'lmaslik kerak. Mana bu yerda masalan stillik bor. Mana bu yerda takrorlanish. Sarlavhalar bir xil ketmoqda. Xuddi shunday bu yerda ham bo'lishi kerak. Bu yerda boshqa nima tayyorlangani uchun bir xil chiqmagan. Agar ana bunday xatolik agar sizlarda bo'lmasligi kerak. Moslashuvchanlikni yodda tutish kerak. Ya'ni faqat kompyuter uchun yoki faqat katta ekranlar uchun emas, mobil versiyalarni ham birdaniga tayyorlashimiz kerak, esdan chiqmasligi kerak degan ma'noda bu yerda qoida ketmoqda. Keyingisi bizga test qilish, oxirgisi qoidamiz analiz qilib chiqishimiz kerak. Ya'ni wireframe tayyorlaganimizdan keyin mijozlar bilan yoki komanda bilan ko'rib chiqishimiz kerak. To'g'ri joylashtirilganmi? Masalan, qanaqa o'zgartirishlar kiritsak bo'ladi, qayerni yaxshilasak bo'ladi, shularni ko'rib chiqib, analiz qilib chiqib, o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. O'sha birinchi boshda aytib o'tgandek, boshida shularni to'g'rilab, keyingi qadamlarda bunga qaytmasligimiz kerak bo'ladi iloji boricha. Xo'p. Mana endi bir misollarni ko'rib o'tamiz. Yaxshi tayyorlangan masalan wireframe'lar. Bu yerda endi ko'plari уже ko'p aniq detallar ko'p, demak kichik detallar emas. Boshda aytganimizdek, bu yerda endi asosiy nimalari уже tayyorlanib chiqilgan. Masalan, ana bu yerda birinchi misolimizda shu sxemasi, saytimizning sxemasi tayyorlangan. Bu yerda уже matnlar ham уже kiritib qo'yilgan. Qanday bo'ladi, qanday ketma-ketlikda bo'ladi. Уже ko'rib turibmiz, rang bilan rasmlar o'shalar qo'ygan. Ular masalan keyingi nimalarda, qadamlarda tayyorlangan. Bu endi joylashuv qanday bo'lishi, nima bo'lishini bildirish uchun pozitsiyalar joylashuvi qanday bo'lishi uchun kerak ekan. Xuddi shunday masalan keyingi bo'lim. Bu yerda ham masalan rasmlarni o'rnida mana qo'yib, ikonka qo'yib qo'yilgan va masalan matnlar bular kiritib chiqilgan. Qanday ko'rinishda bo'lishini shunda shu yerda ko'rib olishimiz mumkin. Va keyingi qadamda o'sha tayyorlangan. Bu qadamni sizlar tayyorlashingiz kerak bo'lmaydi. Hozir biz ana bu chap tomondagi bo'limni qilamiz, tayyorlaymiz. Keyingi darslarda o'ng tomondagi masalan ranglar, shriftlar, shunga o'xshaganlarni o'zgartirib animatsiyalarni ko'rib o'tamiz. Bu bizga keyingi darslarda bo'ladi. Hozir bugun biz ana bu wireframe sxemasini tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Yana bir misol masalan, mana bu yerda ham
yaxshi bir misol ko'rsatib o'tilgan. Shu ko'rib turganlaringizdek, oq, qora, kulrang tonlarda bo'lishi kerak. Rasmlar qo'shmaymiz. Umuman bo'lmaslik kerak rasmlar bu yerda. Mana masalan keyingi qadamda уже bo'ladi. Keyingi qadamimizda masalan mana bu yerda qanday masalan joylashtirib o'zgarganini ko'rishlaringiz mumkin. Ana shu. Yana endi amaliyotga o'tamiz. Kelinglar. Mana shunday, shunga o'xshagan bitta sahifani tayyorlab chiqishlaringiz kerak bo'ladi. Bu yerda ham endi ideal emas. Bu yerda hozir mana bu nimalarimiz qo'yilmagan ekan. Ozgina bu yerda masalan rasmlar bo'ladi galereyada o'shani masalan ikonkalarini qo'yib chiqsa bo'ldi ekan o'zi. Xuddi shunga o'xshagan tayyorlashlaringiz kerak bo'ladi. Kelinglar bironta misol olaylik. Bironta mavzularingizdan birontasini aytsalaringiz, o'shanga o'xshash qilib yaratib ko'rib chiqamiz. Mustaqil ish mavzularingizni biror kishi. Oddiyroq sayt. Aytinglar qani? Kursimiz haqida bir narsa tayyorlasak ham, Nima bo'yicha? mana shu kursimiz mana bu o'zimizni fakultetimiz yoki kursimiz haqida umumiyda bu. Yo'q, endi yo'q, sayt tayyorlashimiz kerak. Bizni Saytning guruhimiz mana. guruh haqidami? Guruhimiz endi hammaga taalluqli nima bo'ladi-da. Aa, Endi meni fikrim bu. Aha. Lekin yaxshi, nimangiz? Yaxshi, lekin bizga ko'pincha tovarni sotishimiz kerak yoki tovarni reklama qilishimiz kerak. Endi sayt shu uchun ko'pincha ishlatiladi-da. Bizga Mayli yetarli ustoz, mayli. informatsiya bo'lmaydi-da, bizga yaxshi misol nima qilinmaydi. O'sha uchun mustaqil ishlaringizdan masalan berilgan bo'lsa, o'shalarni masalan nimalarni bilsalaringiz, mavzularingizni aytsalaringiz, o'sha bo'yicha qilamiz. Kelinglar. Endi qanaqa bironta mavzularingizni aytsalaringiz, o'zgartirish o'sha bo'yicha qilib ko'rishimiz mumkin. Kelinglar, bironta saytni xuddi shunaqa sxemasini tayyorlab ko'ramiz. Hozir amaliyotga o'tdikmi ustoz? Endi bu kurs bilan shunda amaliyotga o'tdikmi endi? Amaliyotga o'tdik. Уже masalan bironta saytni ko'raylik. Bir talab oldik, masalan mehmonxonami endi shunaqa nima bo'yicha savoling. Xo'p, misolda ana bu sxemasini tayyorlab ko'raylik. Masalan, ana bu yerda nima ekan, menyu bor ekan. Bu demak headerimiz, logotipimiz o'rtasida ekan masalan. Keyin bizga galereyada xuddi rasmlar ketmoqda, keyin qanaqadir matn, rasmlar joylashgan va boshqalar ketgan ekan. Masalan, xuddi shuni o'zini ham xo'p, nimasini tayyorlashimiz mumkin. Kelinglar, tayyorlab ko'ramiz. Oddiy ekan o'zi. Va birinchi boshiga nimadan boshlaymiz? Birinchi boshiga bizga UI'ni ochib, frame tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Frame'ni bosib, desktop bo'limiga o'tib, ana bu yerda desktopga o'tib, wireframe tanlashimiz kerak bo'ladi. Endi bizga kompyuter versiyasini tayyorlab beradi uni, masalan, pastroqqa tortib, masalan, ishlatsak bo'ladi. Demak, gorizontaliga katta qilmaymiz. Faqat vertikaliga o'zgartirsak bo'ladi. Bunga e'tibor beringlar. Faqat vertikaliga o'zgartiramiz. Demak, ko'rib o'tdik. Bu yerda knopka, bu yerda knopka, o'rtada demak logotip. Mana shuni joylashtirib boshlab yuborsak bo'ladi. Bu uchun bizga to'rtburchak kerak bo'ladi. Oddiy to'rtburchak bilan joylashtirib chiqamiz masalan. Mana bu yerda
Nima bo'lishi kerak? Mana bu yerdan ham o'zgartirish mumkin ekan ozgina. Mhm. Mana bunday qilib masalan knopkani bildirish uchun mana bunday qilib qo'ysak bo'ladi. Tamam, bu yerda bitta knopka bo'ladi va masalan bu yerda bitta knopka bo'lsa va o'rtada logotip. Logotipimiz masalan frontda to'rtburchakcha ko'rinishda joylashtiramiz va masalan yozsak bo'ladi. Logo. Bunday masalan rangini bu rangga qilib qo'yamiz. Demak, bizaga sxemasi endi shunga o'xshagan bo'lishi kerak bo'ladi. Уже rasmlar qo'yilmoqda ana bu yerda. Masalan, 3 ta rasm. 3 ta rasm bildiradigan sxema tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Uni ham to'rtburchakchadan foydalanib, to'rtburchaklarimizdan foydalanib tayyorlasak bo'ladi. Demak, bu yerda bitta, bu yerda bitta, demak, bu yerda bo'lsin keyinlar. Keyin buni bu yerga qilib qo'yaman. Ana. Sxemamiz bu endi qanday bilsak bo'ladi? Bu yerda masalan rasm borligini, matn emas, masalan, yoki knopka emasligini qanday bilsak bo'ladi? Qanaqa qilib ko'rsatsak bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Bu sxemamizda rasmligini. Oddiygina. Kaça bor bo'lsin, ikonkacha bor bo'lsin. Ana bunga o'xshagan, ha? Mhm. To'ppa-to'g'ri. Buni qayerdan topsalaringiz bo'ladi. Men endi yuklab qo'yganman. Sizlar ham topish oson. Bu uchun ana bu bo'sh joyga bosamizda-yu. Demak, pluginlarga o'tib, Manage plugindan Iconify deb yozishimiz kerak bo'ladi. Iconify. Gruppaga chatlaringizga tashib qo'yaman. Iconify. Qaytadan nima qilamiz? Plugin, Manage plugin. Mana bu yerda Iconify deganiga bosishimiz kerak. Bosganimizdan keyin ana bu yerda chiqadi. Mana shu yerda image deb yozsak, shunaqa nimalarni qidirib topishimiz mumkin. Shundan birontasi bizga kerak bo'ladi. Masalan, ana bu deyaylik. Menga yo'qda, ana shuni qo'ymoqchiman. Import as komponentni bossak yoki olib tashlasak ham bo'ladi. Ana tashlab berdi ana bu yerda. Bu yerdan ham ko'rishlaringiz mumkin. Tashlab berdi. Уже keyin Iconify'da yopib, ana ishlataversak bo'ladi. Masalan, chetroqqa chiqarib qo'yaylik buni. Kattaroq qilamiz razmerni. Rangini o'zgartirsak bo'ladi ana bu yerdan. Masalan, ozgina qulayroq qilib qo'yaylik. Va ana shuni aytganlaringizdek joylashtirib chiqamiz, 3 ta qo'yib chiqamiz. Va bu nima bildiradi? Bu o'sha shu yerda rasm kelajakda rasm joylashtirish kerakligini bildiradi. Rasm bo'lishini bildiradi. Bularni o'chiraylik hozircha. Shuni o'zim razmerda ishlataylik. Qulayroq qilib qo'ysak, e'tibor jalb qilmaslik kerak. Demak, mana 3 ta demak rasmimiz bo'ladi. Bu yerga 2 ta knopkamiz bo'ladi. Bular turibdi, bu yerda logotip bo'ladi deb turibdi, bu yerda va 3 ta rasm bo'ladi. Demak, rasmlarimiz bu yerda bir xil nimada ekan? Pastlar. X. Buni ham tayyorlasak bo'ladi. Bir qo'yishimiz mumkin. Buni ko'proq aksentni yoki e'tiborni joylashuvga qaratyapmiz-da, qaranglar. Bu yerda masalan, hammasi tekst ketyapti. Masalan, mana bu yerda nima bo'lishiga ko'proq e'tibor beryapmiz desak ham bo'ladi. Keyin ana bu yerda masalan matn bo'ladi. Matnni o'zini olib tashlasak ham bo'ladi
yoki oddiyroq yo'li yana o'sha to'rtburchakchalardan foydalanamiz yoki kelinglar mana bu yerdagidan foydalanamiz. Alt bilan kopiya qilib olamiz. Masalan, mana bu yerda matn bo'ladi deylik. Bunday qilib chizib, masalan, bitta mana shu to'rtburchakchani joylashtirib qo'yamiz. Xuddi shunday pastda keling. Mana bunday, mana bu yerda 3 qator, 4 qator matn bo'ladi deb bildirmoqchi bo'lsak, mana bunday qilishimiz mumkin ekan. Matn qo'ymoqchi bo'lgan joyingizga, demak, ana shunday to'rtburchakchadan qo'yib chiqishlaringiz mumkin. Keyin uni ostida rasm bor ekan yoki video bizaga videomi rasm? Video ekan bu. Qo'y. Rasm. Rasm shaklida ham qo'yib chiqsak bo'ladi, farqi yo'q. Demak, ana bu ikkovini olamiz. Alt bilan kopiya qilib joylashtiramiz. Kichraytiramiz. Bunday bo'lsin masalan. Sxema. Bu yerda endi tochni bilish shart emas. O'shanga yaqinroq bo'lsa ham bo'ladi. Tayyorlamoqchi bo'lganimizga. Bo'lsa, ana buni ozgina pastroqqa tushirsak ham bo'ladi, joy. Beshroq joy ko'proq bo'lishi uchun. Va ostida qanaqadir matncha bor ekan. Buni ham belgilash uchun joylashtirib, masalan, kichikroq qilib qo'yamiz. Chunki kichik matn bo'lar ekan. Bunday qilib qo'ysak bo'ladi. Shunday ana bu yerda matn bor ekan. Shunday chizib chiqsalaringiz bo'ladi. Любой bitta saytni masalan olib, tayyorlab chiqsalaringiz bo'ladi. Oya kelmasa, men bajargan ishladan olib ko'rishlaringiz mumkin. Bajarganlarimni ham tashlab chiqdim. Masalan, ana bunday ko'rinishda bo'lsin va tagida knopka bor ekan. Knopkani bitta stilda bo'ladi o'zi. Knopkani bu yerdan ko'chirib olsak ham bo'ladi. Vazifani tushunyapsizlar? Bo'lmayapti. Tushunarli ustoz. Shuni yana nimalar rasmlarni ham qo'yaylik endi. Bunday. Xuddi o'sha kattaligida bo'lishi shart emas. Yoki o'sha joylashuvi bo'yicha tekshirilmaydi unday saytingizni. Tekshirilmaydi. O'sha uchun bemalol o'zlaringiz xohlaganday qilib tayyorlasalaringiz bo'ladi. Masalan, ana bunday bo'lsin. Bu yerda teparoq bunisi qo'yishlaringiz mumkin. Shunday qilib tayyorlab chiqish kerak bo'ladi. Nurimiz masalan ana bu yerda ham o'piramiz. Matn bor. Postdan chiziqcha o'tgan ekan. Demak, chiziqchani ham oddiy, mana bu masalan to'rtburchagimizni o'zidan tayyorlashimiz mumkin. O'zini chiqaramiz. Buni o'zini kichraytiramiz va uzunroq qilib chizamiz. Mana shu bilan tayyor. Bu yerda matn qo'shib qo'yish kerak edi. Matnni ana bu yerda olib qo'yishimiz mumkin. Masalan, bunday ko'rinishda bo'lsangiz. Shunday chizib chiqaverasizlar. Demak, sxema prosta saytning, qaysidir saytning tayyorlamoqchi bo'lgan saytlaringizning sxemasi bo'ladi. Ranglar mana shu kulrang, oq va qoradan ishlatinglar. Bundan ko'pini ishlatmanglar. Qolgan ranglardan keyingi ishlarimizda bo'ladi o'sha. Animatsiyalar nimalarni keyin qo'shib chiqamiz.
Shunday joylashar ekan. O'zlaringizda, demak, mustaqil ish mavzularingiz bo'yicha biron bir saytni topib, shunday qilib tayyorlashib chiqsalaringiz bo'ladi bemalol. O'sha yaratgan, topgan saytimizni rasmi bilan bo'lib tashlaymiz, shundaymi? Yo'q, shart emas. Saytni Shunday qilsak bo'ladimi? saytni rasmi shart emas. Shuni o'zini tayyorlashib tashlasangiz bo'ladi. Bu uchun ana wireframe'ga bosasizlar. Ana bu hammasi ichiga kirgandan keyin mana bu yerda eksport bo'limi bor. Eksportni bilasizlar. Endi takrorlab o'taman. Yana bir mana bu yerda ko'ringandan keyin export wireframe deysizlar. Bu yog'ini bilsalaringiz ham kerak. Save'ni bosamiz. Va o'zi tushadi, keyin o'shani bemalol ishlatsak bo'ladi. Masalan, Dovlotga ana tushdi. Bunday rasm shaklida yuborasiz. Keyin oxirida